Beshimboy aka? Ha. Beshimboy aka, Ha. sizlar bir iltimos bilan kelgandim. O'zi meni uyima hamma iltimos bilan keladi. Qanday iltimos yana? Shu bachani og'ziga bir tuflab bersangiz, sizdagi bir boy, yaxshi odam bo'lsa. Hozir men shuni og'ziga tuflasam boy bo'larmi shu bacha? Boyliga tufligi nima daxli bor? Jillimisan sen? Siz tuflang qani, nima ishingiz bor? Men qani? Bitta tuflang. Olib kelgan tuflayman, lekin mendan emas, yerda bir gap bo'lsa. Ya tuflang qani, bor aytmayman. Birdayin narsa. Nima qilyapti? Beshim. Ha? Beshim. Ha, zer. Yur bu yoq. Nimaga? Oldim aka. Nima bo'ldi? Yur. Yuring, mana bunga qarang. Buni bo'lishiga qarang. Kim bu? Mani o'g'lim. Esingizda bo'lsa, sizga tuflatgandim og'ziga. 300 yil oldin. Sizdagi bir boy, yaxshi odam bo'lsin deb sizga tuflatgandim. Bo'lishiga qarang, alkash bo'lmish bo'lib ketdi bu. Ag'ay, men senga shu payt aytdim-ku, Nasim, men tufligim bilan bu bacha boyib ketmaydi, yaxshi odam bo'ladi deb aytdim. Hozir men buni nima qiling nima? Necha yoshiga kirdi bu? 31. Yana 2 yil kutasan. Qanday? Men ham 33 yoshimdan keyin ishlarim yaxshi bo'lib ketadi. Ungacha alkashdim. Voy, onang. Ha, tur qani, yana 2 yil kutayotganimiz. Tur.